mahallalarni hududlarimizda qanday hududlarimiz bo'lishini tushuncha beramiz. Misol uchun, mahalla loyihamiz bor. 50 million so'mgacha qo'llarimizni haqida o'tadi, ikkita to'g'ri haqida bo'ladi. Biz o'rta bilan beriladi. 25%dan 5 millionga 2 million dollar. O'sha o'zimiz bank plastik. Bo'lsa mo'l bank plastik. Mana bo'lsa qarang, baliq bo'lsa baliq. Asal bo'lsa asal. O'sha bank o'shalar uchun bank plastik. Bank yangi darajada. Ikkinchi normal to'lashimiz. Yo'q to'xtadi. To'laydi. Sakkiz millionlarda 6 million dollar. 25%. Ikkalasi plastik tushadi. Bu bildiğimiz ortaya gidiyoruz. Sakkiz million beramiz. Nasıl tushadi? Yo'q, bir bank bilasiz. O'sha bank beramiz. Siz qaysi mahallasidagi? Ma'rifat qurolni xona topishmoq. Ma'rifat. Chorvaga bo'lgandan keyin o'sha o'zingiz bankdasiz, bank qilasiz. 25%dan 5 millionga 2 million dollar beriladi. Keyin mol olasiz, qo'yasiz. To'lovlar bo'lmaydi. Yo'q. Banki shu markaz mahalla xonasi. Ahad Abdulaziz. Ahad Abdulaziz. Abdulaziz.